Assalomu alaykum. Biz kuzatuvchilar, Andijon Elektr Group kuzatuvchilari, biz yangi obyektimizda hozir ishlar davom etyapti. Mana hozir yakunlash arafasidamiz, razvedka akumulyatorlar qo'yish arafasidamiz. Bu lyustramiz o'rnini, razvedkalarimizni bu yerga shu yerda diod tushadi. Hozir bularni obzor qilamiz, ko'rsatamiz sizlarga. Bu razvedkalarning o'rnlari, lyustralarimizni joylari. Doğrusu yangi obyektimiz bitish arafasida. Bu ham lyustramiz o'rni, akumulyator razvedkalarimiz, shitlarimiz, xudosi montajlarda tashlanadi. Bu ikkinchi etajga chiqishimiz. Ikkinchi etaj zdaniyamiz bo'ladi. O'xshash zalimiz. Lyustralar tushadi. Bu devorlarimizga biralar tushadi. Chiroyli bo'lib, xudo xolasa. 4 tadan bira tushadi. 4 ta ustunimiz bor. Bu yoqqa ham shunday 4 ta tushadi, xudo xolasa. Bu ishlarimizni qo'yishimizdan maqsad bu ishlarda bir havas qiladiganlar, shunaqa ishlar qildiradiganlar bo'lsa, bizlarga murojaat qilsanglar, xudosi qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bitkizib beramiz. Mana bu spalniy xonamiz, xudo xolasa. Spalniy xonamizga tepada biroz devorniy svet bo'ladi, pastda akumulyatorlari, razvedkasi bo'ladi. Spalniy xonamizda revers akumulyatorlar bo'ladi. Bu yerdan ham boshqaradi, xudo xolasa. Shunaqa qilyapti. Bu yerga lyustramiz bo'ladi. Hozir bu sanuzilimiz, hammomimiz. Hammomimizda bu svetlar hozir yo'q uchun hali tayyor emas hammomimiz. Biroz bitganda buni ham ko'rsatamiz, obzor qilamiz. Tez ishlarimizdan tashlab turamiz. Xudo xolasa ko'rib, baho berib, kamchiliklarni o'zimizga kommentariyada yozsanglar, bartaraf qilamiz, xudo xolasa. Bu binomiz ichki fasadlari. Hozir razvedka akumulyator, devorga biralar, lyustralar qo'yilgan, xudo xolasa. Chiroyli qilib obzor qilib, video rolik qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Kuninglar barakatli bo'lsin. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar.